O'sha videolarni ko'rganingizda nimalarni his qildingiz? Xafa bo'ldingizmi yoki yo'qmi? Tushkunlikka tushdingizmi? Tushkunlikka tushganimda aniq ayta olmayman, lekin shuni ayta olamanki, men ko'pincha hissiyot bilan ish qiladigan odamman. Albatta, bu meni minus tarafimdir. Ammo bu yuzdan odamlar meni qo'rqoq deb atashdi. Shunaqa gaplar qilishdi, lekin baribir men jim turdim. O'zimni vazmin tutdim. Murabbiyim bilan gaplashdim. U dedi: "Sabr qil, shunchaki jim tur. Hech narsa qilma, kuchingni jang bilan ko'rsat" dedi. Biz kutdik, keyin o'z gapimni ham vaqtida aytdim. Kletkadan turib men ustimdan kulganlarga bir qarab qo'ydim. Biroz ko'nglim og'ridi. Jangdan keyin murabbiyim: "Mana endi videolarni tomosha qil." Qaradim, baribir vazminlik o'z so'zini aytadi. Ko'pchilik odamlar jang sotilganligidan shubhalanmoqda. Bular qatorida mashhur streamer, senator ham bor. Bilganlar bilyaptiki, bu boy 100% sotilgan. Ya'ni Gold uni 100 urib keldi bolalar. Gold formasi, Gold fizikasi bilan uni solishtiradigan bo'lsangiz, u bo'yni prosta ko'rib ham aqli yetgan odam, sport tushungan odam biladi. To'shto shans, nechta shans bo'ldi uni chiqib ketishiga. Uni missiyasi kelish kerak edi, yutkazib berish kerak edi. Oktagonni professional. Nu qo'liga 100 ming, 200 ming bergan, uni kelasan yutkazasan. Undan oldin shou qilgan odamlar qiziqtirgan, Bes O'zbekiston Goldga tikkan, oxirida XBet yutib ketyapti. Bundan maqsad nima? Uni aql aldash. Gold ham tirikchilik deb yuribdi. Pul qilish maqsad, Oktagon ham pul qilish maqsadi. Kontora ham. XBet ham. Xalq prosta ishonib qoldi, boshqa qildi. Endi men sizlarga davomini aytib beraman. Revansh bo'ladi yoki nimadir bo'ladi. U bilan qayta tushadi, uni yeb chiqib yuboradi bu safar. Bunda prosta odamlar 200% Goldga ishonganidan, xalq ishongandan. Oktagon bilan XBet foydalanib qoldi, Golddan. Goldga 200 ming bergan, tirikchilik qilgan. Men uni qoralayman boshqa qilmayman. Bu shou, bu как бы boshqa narsa. Prosta sizlarga aytmoqchi bo'lganim, Golddan nima desa bo'ladi? Xet qilib, Gold yutkizding, shuncha gapirganing boshqa. Uni missiyasi shu edi, shu narsa bo'ldi bolalar. Tak что hamma narsaga ham ishonavermanglar. Sizlarga po fakt keltirib qo'yaman, xohlasanglar bo'ylargacha, agar davomini xohlasanglar keltirib qo'yaman. To что u Gold uni 100% urib o'ldirib qo'yish. Uruvini bor edi, formasi ham bor edi. Bu yerda prosta kontoraning ishi bo'ldi. Sizcha bo'y sotilgan? 100% sotilgan. Rahmat. Gold ham oyligini olgan, gonorarini chiqqan, o'zini missiyasini bajargan. Так что xalq Golddan shubhalanib yurmanglar, Gold tak urib keldi uni. Revanshini kutinglar, revanshda uradi. Endi tikinglar yutadi. Yurtdoshimiz Muay Thai jangchisi Shahzod Gold esa bu ayblovlar juda noo'rin va pulga sotilmasligini aytib o'tdi. Endi bilasizlar, men pulga sotilmasligimni. Men O'zbekiston bayrog'ini yerga tushirib qo'ymaymanman. Shuni bilinglar. Alo. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, menga ana bu Tailand yurgan paytim qimordan nech pul taklif qilinganida 1,5 yilga. Qimordan? Ha, qimordan. 1 million. 1 million dollar, ha? Ha, 1 million dollar. Bo'ldi. 1 million dollar taklif qilingan paytda men rad etganman. Chunki yoshlar meni orqamdan intiladi, yoshlar menga o'rnak bo'ladi. Eng sara sport MMA yangiliklarini Kletka.uz YouTube kanalida kuzatib boring.